Aziz o'rtoqlar, Yakkasaroy tumanida Salomatini ko'chasida joylashgan mana shu 6 sotuvlik kattagina qasr xonadonimizni sotuvga chiqqan. Yaqinlarimizdan bittasi sotuvga qo'yganlar. Pul kerakligi uchun Xudo xolasa nasib qilsa mana shu hovlini sizlar sotib olasizlar degan umiddamiz. Xo'p, uyimizni ko'rib turibsizlar, juda ham kattagina 3 qavatli qilib qurilgan, podval qismlari ham bor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, mana shu qurilgan binoyimizning tegi umumiy hammasi podval qismi bo'ladi. Tepada 2 etaj yana uyimiz bor. Bu yerda bo'lsa yana binoyimiz bor, ikkinchi binoyimiz hovlini orqa tomoniga qurilgan, ko'rib turibsizlar. Bu yerda yozgi, qishki kuxnyamiz bor. Mana bitta yashil zonalarimiz bor, ko'rib turibsizlar. Juda ham kattagina yashil zonalarimiz bor. Yosh bolalarimiz bo'lsa mazza qilib shu yerda o'ynab, plashatka o'rnida foydalansak bo'ladi. Chiroyli yaxshi daraxtlarni ekib qo'ysa, yozda suvlarni sepib o'tiradigan joy bo'lgan aziz o'rtoqlar. Va kirish qismimiz bilan tanishtirib chiqaman, ko'rsanglar bo'ladi. Kirish qismimizda darvozaxonamizga umumiy 3 tacha mashina ketadi aziz o'rtoqlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa aziz o'rtoqlar 1 million 300 AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga omad.